Ozgina qoldi. Ozginanaki mana shirindan shakar tort va piroglarim tayyor bo'ladi. Xo'p, hammaga assalomu alaykum bolalar. Sosha Felix yangi video yozishga so'rab qo'la kirishak. Hozir men gaspeti qo'ydim, ya'ni pasta modellardi. O'shanga bolalar tort pishyapti. Ancha pishib qoldi-yu. Baloncha pishib qoldi. Qana. Deyib bolalar qaranglar cho'tkiligidan tortlarni ana endi bular sovishi uchun mana qo'yib qo'yish kerak bolalar. Yuppa. Va. Sig'ini qaranglar, uy shirin shakar tortlarim bolalar mana. Hop, endi esa buni bu yoqqa qo'yamiz va mana bunisini davay qo'shniga olib chiqib beramiz. Endi tort juda ham ko'p bola bilan yeb yurguncha вообще qotib qolib aynib qoladi. Shuning uchun ham buni yarmini bitta pirogga qo'shniga olib chiqib bersak, xursand bo'lardim menimcha bo'ldi. Nima qilgan ekan bolalar? Qaranglar, bu bunaqada, lekin bu bunaqa. Okey bola, qalaysan jigarim, qondaysan makkammi? O'ziga qalaysan. Yaxshi qara, men sana o'ylab olib keldim. Pirog olib keldim, pirog, mana. Andushida pirog olib keldim magazindan. Jinnimi sana magazin olib keldim. O'zim qildim onasini 2 soat. Andushi o'zing nima gapiryapsan, moslashtirib qo'shib nima gapiryapsanmi? Da, o'zingcha YouTube kanal qaraqyapti. YouTube bo'lyapti, ketyapti, normali chuchut keyin qarab bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Bu yoq orqamda yurganda. Qara eshitib keldingmi? Xo'p, qara eshitayotgan bo'lsang, qara, men bu birinchi o'sgan, lekin men o'smagan. Buni nimaga sababini tushunmayapman. Axir aytishim mumkin, shu maytda yaqinib, lekin men o'smaganda. Hammasini birdaniga o'stirish uchun nima qilish kerak? Yoki shahardan o'g'il olib kelaymi deyapman-da. Nima deysan? Sen endi sal bo'lsa ham bilimga egasan-ku. Bilmadim lekin, bira bo'lmayapti lekin. Senda bu oddiy shunaqa menimcha. Tabiiy holat bu. Birozdan bir hafta qaramagin, hammasi zo'r o'sib ketgan bo'ladi. Shuni deysanmi? Balki shunaqadir. Hozir esa men agurtga ishlar qilishim kerak. Bo'pti, uy kiraylikchi bo'lmasa, aytgan samolyotda ishni muhokama qilmoqchi edim. Balki choy ichar bo'lsa pirog bilan. Pirog bilan choy, mayli. Bo'lmasa o'tirib davay pirog olib man pirog xatga qo'yganing. Stop, batiganing yo'q. Qani sari qo'yganing o'zi. Mana o'sha shkafga qo'yganim. Qani pirog? Endi bari bo'ldi tushundim. Felix endi bari o'sini kulib aldab endi bitta pirog qarz qilmoqchisan-a? Yo'q, qanaqa qarz qilmoqchiman? Pirog rostdan oy. Maytona kitob bor ekan. Yo'qmi? Kitob yo'q edi menda. Nima kitob yo'q edi? Lekin men hayron qoldim. Kitob o'qimaysan-ku. Qiziq, to'rt o'rniga tashaga tushdi. Okey, davay o'qiylikchi. Nima gap so'z ekan? Xo'p, pirog uchun uzr. Hurmat bilan sening qo'shning. Qanaqa sari qo'shni, stop. Bari qo'shib sensan, sari qo'shning men, shunaqami? Da, lekin kim olgan bo'lishi mumkin? Oldingda edimi? Balki solgandasan. Yo'q, mana qara, idmitasi yo'q. Qanday qilib bitta pirogga, bitta katta pirogni tiqib yuboraman og'zimga. Bir o'ylagan. Yo'q, to'g'ri lekin. Nima bo'lishi mumkin? Kim olgan bo'lishi mumkin? Hozir mana bitta uyimdan bitta tort ortib qo'ygan, o'shani olib kelaman bo'lmasa. Qaysidir yerimiz o'g'irib ketgandir balki. Da, bolalar. O'g'irib ketgan bo'lishi ehtimoli 100. What the fuck? Bola bitta pirogim qopti mana. Stop. Qo'ygan ikkita pirogim. Qani mana ketib qo'yganmidim? Mana xuddi ko'rdi yana. Bitta kitob bola. Yana bitta kitob. Tortlar uchun ham uzr. Qo'shni. Nima bo'ldi? Короче, men o'qib ko'rganman buni. Hop, qani qo'ylikchi, hop, tortlar uchun. Yo'q, stop qani. Sani qo'shmaymanmi? Mana qo'shib sansan, kim olgan bo'lishi mumkin bo'lmasa? Men qayerdan? Mana shunga hayronman yoki men qo'shimmikin? Bu qo'shib ketgan-ku shaharga, qanday oladi? Qo'rqib ketaman, lekin kim olgan bo'lishi mumkin boshqa? Boshqa variant вообще yo'q edi. Hop, o'yla Felix, o'yla.
Dijital endi nima qilamiz вообще shon kelishmayapti kim olgan bo'lishi mumkinligi. Uyini bitta to'rt qo'ygan ekan, o'shani olib kelaymi yoki o'shani olib kelaymikan? O'zi bitta to'rt qo'ygan ekan. Voy, salom qo'shni, siz shahardaysiz qani kak? Orqamdan yurlaring. Orqasidan siz kecha bir gap bo'lar. Bu yo'l bormidi? What? What? Qo'shni jitir qattasam tezroq bu yoqqa. Shunda qo'shnimiz sizmisiz? Jonida pochtaqa. Shunda bitta pirog va ikkita tortni siz o'g'irlaganmidingiz? O'g'irlab qolsa endi yeganni o'zinglar endi. Nima qoldiribsiz zato? Bitta tort qoldiribsiz. Okey. Shuni aytg'isiz bularga qo'rqib ketdik biz. Stop. Sen tashlading kitobni, qo'rqib ketibman. Kitob olib tur. Demak bu yoqqa joylashib oldim-da. Judayam qiziq lekin comfortable. Hop, nechi 1 2 3 4 5 ga. Stop. 5 ga 3 joyda, lekin 5 ga 3 joyga judayam zo'r joylashish. Lekin havas qildim, aytib o'tirib televizor ko'rsam bo'ladi. Maytda ovqat qilib yeyishga. Takoy lekin zo'r joy qo'yapsiz. Janadan 100% ukam. Havasim keldi ozgina bo'lsa ham, lekin televizor ham bor ekan. Jitil endi mana shu brat ekanda bizani qo'rqitgan, bizani pirog yeb qo'ygan. Bildim. Okey. Endi keyingi safar ozgina ogohlantiring yoki davsiz ayting. Biz ham oldingiz kelamiz, bo'lishamiz. Biz siz kelganingizni bilganimiz yo'qda. Agar bilganimizda olib chiqardik biz ham to'rt. Bilaman. Demak shunaqa surpriz qilgim kelding. Okey, bo'lmasa hozir men pirog va qolgan narsani olib kelaymikin, hozir biroz qilaman, короче. Bo'lmasa bolalar. Hozir stop. Okay, let's go. Stop. Bo'ldi. Assalomu alaykum mer. Bilmaysizmi, kimdir men uyimga kirib chiqmadim, men eshikni yopib chiqdim-da. Qanaqa uyga kirib chiqqan odam, voy, ishlarni qilyapsan? Ishlarnimi? Soat endi qo'l soatimga qaraychi. Stop. Soatim yo'q mana. Soat endi necha bo'ldi o'zi? Hali 10 bo'lgani yo'q-ku. 11 bo'ldi. Hozir qilaman, brat. Hozir qilaman. Yo'q, bo'ldi, ishlar qolib ketdi. Agar tez qilib olish kerak bo'lmasa, men agar qilmaganim ko'rib qolsa, oyligimdan shartta kes tashlaydilar. Bo'ldi, shu bo'ldi. Men ketdim o'sha. O'shaning ham har kuni ishlarni qilib turishim kerak. Tezroq qimirlasincha Felix-chan. Yo'q, bana qo'ng'iroq. Okey. Tezroq qimirlab bo'ldi. Shundan oldin Sonic hijolatda вообще. Hop, mana 2 qo'ysam tezroq. Hoppa. Aha. 2 qo'yargan bo'lsam. Bo'ldi, bolalar. Shuni Sonic'li qilib chiqdik. Agar hammasi o'sgan bo'lgan bo'lmadim, bolalar. Kechroq ketardim. Va oxiri agortga olib ketdi. Ikkita digital oldiga. Endi sekin boramiz bolalar. Tushuntiraman. Men ish berib qo'yganlarni. Boshqa qo'shim kerak. Bo'ldi bolalar, qo'ygani, boshqasini qo'ygani yo'q. Olmadimga bolalar bu. Hozir bilan tez uyga tashlab chiqib, ijtlarning oldiga boraman. Bolalar, menimcha boshqa narsa qolmadi. Hammaga xayr, mana shu Felix bo'ldim va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.